Assalomu alaykum do'stlar, men Olim Shuhrat. Rossiyada yuridik maslahatlar YouTube kanaliga qo'shib kelibsizlar. Bugun migrantlar hayotida sodir bo'lgan real voqealar va migrantlarga oid yangiliklarni hozir bir aytib o'taman. Bir yil ichida hozirda Rossiyada asosiy 90 kun qolishga ruxsat bo'lsa, bu muddatni kelajakda 30 kunga qisqartirish taklif kiritildi. Rossiyaga farzandini o'zi bilan olib kelmoqchi bo'lganlarga MVD registratsiya qilish haqida ogohlantiryapti. Kuni kechagi fojia, ya'ni tojikistonlik bolachani o'limi bilan bog'liq. Bu uchun ijtimoiy tarmoqlarga joylanayotgan videolar ostida yoziladigan kommentariyalar ustidan xavfsizlik xizmati nazoratni boshladi. Amina ilovasini ishlatayotgan 139 mingdan ortiq migrantlar ro'yxatdan chiqarib tashlandi. 2026-yil 1-yanvardan patent uchun to'lanish kerak bo'lgan oylik to'lovlar deyarli barcha regionlarda ko'tariladi. Ana endi qulayroq o'rnashib oling. Bugun 21-dekabr migrantlarga oid yangiliklarni hozir bir aytib o'taman. Do'stlar, Rossiyada hozir hammamizga ma'lum, avval buni ko'pchilik bilmasa, hozir уже ko'pchilik tushunib boryapti. Ya'ni Rossiya hududida chet el fuqarosi asossiz bir marta yoki ko'p marta bo'lsa ham shu 90 kun yurishga ruxsat beriladi. Ana endi Davlat dumasiga bu muddatni, ya'ni 90 kunlik muddatni qisqartirish uchun, ya'ni bir yilda bir martagina 30 kunga qisqartirish uchun taklif kiritilyapti. Oxirgi paytlarda aynan mana shu ko'pchilikni 90-365 qoidasi bilan bog'liq bunga tushunmasdan qilingan munosabat sababli Rossiyada ko'pchilikka muammo kelib chiqyapti. 90 kun yurish muddati bu yaqin kelajakda agar bu taklif ko'rib chiqib tasdiqlanadigan bo'lsa, afsuski 30 kunga qisqarishi mumkin. Rossiyaga farzandi bilan kelmoqchi bo'lganlar uchun ma'lumot. Rossiyaning Ichki ishlar vazirligi migratsiya xizmati bolalarga ham registratsiya qilish va uni uzaytirish shartlarini eslatyapti. Rossiyaga bolalarini olib kelayotgan ota-onalar patent asosida farzandlarini ham registratsiyalarini uzaytirib olishlari mumkinligi haqida, agar xorijlikni Rossiyada bo'lish asosi bo'lmasa, bu bolasiga ham hujjat qilib bera olmasa, u mamlakatni tark etishi haqida, xorijliklar reyestrga kiritilganda bolalari ham bog'cha va maktablarga joylay olmasliklari va hujjatsiz bolalar ham reyestrga kiritilishi haqida. Farzandingizni ham yashash manzili bo'yicha migratsiya ro'yxatiga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bu kelajakda ko'ryapmiz, mana shu ota-onasiga agar nazorat qilingan shaxslar ro'yxatiga kiritiladigan bo'lsa, shu bilan birga kichik bolalarni ham shu reyestr ro'yxatiga kiritib qo'yishi haqida ogohlantiryapti. Kechagi fojia, ya'ni tojikistonlik bolachani o'limi bilan bog'liq bir mudhish voqea ko'pchiligimizni larzaga soldi. Bu rus millatiga mansub jinoyatchini har xil so'zlar bilan yoki umumiy shu millatni o'zini ijtimoiy tarmoqlarda joylangan videolar ostida emotsiyaga berilib fikrlar qoldirishyapti. Agar Rossiya hududida taqiqlangan so'zlar bilan bu kunni haqoratlab yoki butun millatni haqoratlab yozib qo'yiladigan bo'lsa, agar kishi bilmasdan, buning uchun ham shu yozilgan kommentariy uchun ham javobgar bo'lib qoladi kishi. Shuning uchun keyinlar shu fojia yuzasidan videoni hali ko'rib bo'lgandirsiz yoki hali endi yetib borar yoki yaqin kelajakda shu ma'lumotni yana ko'rmoqchi bo'lib, bu yerga kirib like bosayotganingizda yoki videoga izoh qoldirayotganingizda ehtiyot bo'ling. Diniy qarashlar, irqiy qarashlar, boshqacha fikrlar yoki ekstremizmga chaqiruvchi yoki bir millatni kamsituvchi yoki aytaylik shoshmay tur, sendan javobimizni olamiz, biz ham o'ldiramiz degan so'zlar bo'lib qoladigan bo'lsa, kishi buning uchun ham javobgar bo'lib qoladi. Shuning uchun bu videoni maksimal do'stlaringizga ulashib qo'yingda. Shu bo'lgan voqea bo'lib o'tdi. Bunaqa emotsiyaga berilib har xil video ostida izohlar qoldirishmasin. Rossiyani deyarli barcha hududi bo'ylab 2026-yil 1-yanvardan patent uchun to'lanishi kerak bo'lgan oylik to'lovlar sezilarli darajada ko'tariladi. Masalan, Moskva, Moskovskiy oblastida bu 10 ming rublgacha, Leningrad viloyatida 8 ming rublgacha, ba'zi bir joylarda bir oylik patent uchun to'lov haqqi 20 ming rublgacha ko'tariladi. Men hozir bu yerda alohida to'xtalib o'tmoqchi emasman. Telegram kanalimizga o'tsangiz, men u yerda joylayman. Qaysi regionda shu patent bilan bog'liq oylik to'lovlar qancha miqdorda ko'tarilgan. Do'stlar, sizlarga tayyorlagan yangiliklar, xabarlarim shulardan iborat edi. O'ylayman bu yangiliklar sizlarga kerakli va manfaatli bo'ldi. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Salomat bo'linglar.